Pompeo, sen paketga ko'z yumding. Ko'zingni paqirtib turib, yolg'on so'zlading. Sening oqqarni ostin ustin qilib, paketni burmalagan sapsatlaringga qat'iy tükürib tashlayman. İntayın g'azablandim. Şinjanning taraqqiyotidagi zo'r o'zgarishlarni Pompeo bilamdi. U ko'rib baqqanmi? Uningdan so'rab beqishimiz kerak. U bir yolg'onchi, yana kelib bir sharmanda. Undaq odamning gaplari yolg'onchilik bilan to'lgan. Hech qanday paket yo'q. Shunga biz o'rnimizdan dast turib, uni echib tashlab, uningga qarshi qat'iy kurash qilishimiz kerak. Pompeo'nun səpsətləri haqqaniyyətin küçüdə cəzmən əxlət dövisiga süpürüb taşlanıdı. Pompeo tarixning la'nat to'rikiga mangu qattiq mixlanadi. Tumanlagan kishilar uning la'nat o'qiydi, sesq nomi mangu qoladi. Pompeo ko'zni paqirtib turib yolg'on so'zladi. Uning deganlari butunlay qalayimqon joy deganlik. Shinjongdagi har millat xalqiga yomon g'arazli haqorat qilganlik bo'lib, g'arazi to'lim razil. Pompeo'nun bildirlashlari tarixqa pisand qilmaganlik, reallikqa ko'z yumganlik. Düşman kuchlar ish terishga qancha uringan siri biz shuncha irodadan sepil hosil qilib, mingimizni har vaqt sagak tutib, bayrog'imiz ro'shan, maydonimiz mustahkamolda zich uyushib, dushmanga qarshi bir safda turib, dushman kuchlarga qarshi qat'iy jang qilamiz. Pompeo'ning og'ziga kelgani jo'yilib, oqqarni ostini ustun qilib tuhmat chaplishi Shinjongdagi har millat xalqining texmi baxtli turmush kechirishidan vahimaga tushganlik. Shinjongning inoq muqim bo'lishidan vahimaga tushganlik. Yolg'on so'z baribir yolg'on, kishilarni aldayamaydi. Pompeo'ning yolg'on yovdoq so'zlashdagi maqsadi millatlar munosabatiga so'qoqchilik selish, Shinjongning muqimligiga buzg'unchilik qilish, Shinjongning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishdan iborat. Dunyoda nopusning bu xil yuqori sur'atda ko'payishdek irqiy quritish bormi? Pompeo'ga shuni rasmiy uqtiramizki, sen bu sonliq ma'lumotlarni cho'qim asli saqla. Paketga hurmat qil, ya'ni yolg'on yovdoq so'zlarni to'qima. Pompeo'ga shuni rasmiy uqtiramizki, sen reallikqa ko'z yumib o'z gapingni yo'rg'ilassangmi, ig'va haqiqiy ahvolni yapolmaydi. Ig'va jazman bitchit bo'ladi. Pompeo bularni ko'rmay va ko'rishni xohlamay, faqat tasavvuriga asosan ig'ziga kelganini bildirladi va qarachaplab tuhmat qildi. Pompeo'ga shuni rasmiy uqtiramizki, endi og'zingga kelganini jo'ylama. Pompeo tarqatgan tutiriqsiz so'zlarning hammasi o'zi to'qigan yolg'on yovdoq so'zlar. Biz Pompeo'ga shuni rasmiy uqtiramizki, mushu yerda tug'ilib o'sgan Shinjongdagi har millat xalqi sening oxirgi paytdagi g'oljirlashdek g'arizingni aniq ko'rib yetdi. Sening qilmishlaringning hammasi ahmoqona xomxiyol. Ming eg'iz yolg'on so'zmi paketni yapolmaydi. Paket va haqiqiy ahvol oldida Pompeo go'yo hech nimani anglamagandek o'zi to'qigan Jungoga qarshi turish xiyoliga g'arq bo'lib ketdi. Uning g'arizi Jungo Shinjongdagi millatlarning munosabatiga bo'lgunchilik silib, Shinjongning muqimligiga buzg'unchilik qilish. Shinjongda jamiyat muqim bo'lib, iqtisod gullanib, xalq xotirjam yashab, xushal-xo'ram ishlayotgan yaxshi vaziyatni butun dunyo ko'ryotidi. Pompeo tarqatgan yolg'on yovdoq so'z buni hargizmi yo'qqa chiqarammaydi. Pompeo'ning oxirgi paytdagi razil ifodasi muqarrar holda tarixning la'nat to'rikiga mixlanadi. Ko'plagan paket shuni isbotladiki, Shinjongdagi atalmish irqiy quritish masalasi qip-qizil yolg'onchilik. Pompeo Shinjongga doir dinga chetishlik masalalarda paketni qayta burmalab, oqqarni ostin ustin qilib, pitni ig'vo tarqitib, buningdan foydalanib millatlar munosabatiga so'qoqchilik silib, Shinjongning tasli qo'lga kelgan muqim vaziyatiga buzg'unchilik qilishga, Shinjongning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilishga, xalqaro jamiyatning ommaviy fikrini ozdirishga talvilachi urindi. Uning razil abdibashirsi va shum g'arizi to'liq oshkor bo'ldi. Razil suiqasdi va hiyla nayrangi qat'iy amalga oshmaydi. Qur'on Karimda sizlar haqorat qilishning jazosining kimning beshiga keladiganligini, ya'ni kelib kimning yolg'on aytayotganligini bilib qolasizlar deyilgan. Biz Pompeo'ni yana bir qatim rasmiy yo'sinda ogohlantiramizki, saxtipazlik niqobingni yug'ishtirib, asossiz bo'ktan chaplash va qari suvoshlaringni to'xtat. Dinning muqaddasligiga hurmatsizlik qilma. Sening atalmish bayonoting faqat bir keraksiz qog'oz xolos. Shinjongdan qusur chiqarib Shinjongga qalpoq kiydirish Pompeo ko'nib qolgan nayrang. U Shinjongga doir masalalarda asossiz gaplarni ko'plab tarqitish orqali millatlar munosabatiga bo'lgunchilik silib, Shinjongning muqimligiga buzg'unchilik qilib, Shinjongning taraqqiyotiga to'sqinlik qilib, Shinjongni oldin qurib olgan kishilik huquq qiltiqiga tortib kirib, xalqaro ommaviy fikrini ozdirib, Jungoning obraziga qarchaplab, Jungoning olg'i besish qadimiga to'sqinlik qilishga talvilachi urindi. Bu uning nachar fazilati va kishilik huquqni dastak qilib, Jungoning ichki ishlariga aralashishdek razil niyatini isbotlab berdi. Shinjongning muqim bo'lib taraqqiy qilayotganligidek paket oldida Pompeo tarqatgan yolg'on yovdoq so'zlar cho'qim o'zligidan bitchit bo'ladi. Pompeo tarqatgan zahar cho'qim o'zi bilan birga tarixning axlat dövisiga supurib tashlanadi.
Pompioning talvilarcha qilgan atganlari muqarrar tarixning la'nat to'rikiga mixlanadi. Pakit munozirdan ustun, ig'vo oqillarni qaymoqtirolmaydi. Pompioning razil qilmishi va iflos hiyli nayrangi hargiz amalga oshmaydi. Biz shuningga qat'iy ishonamizki, har qanday tuhmat Junxo millatining ulug' gullanish musofasini to'sib qololmaydi. Har qanday fitna fasod Xinjiang kishilik huquq ishlarining taraqqiyot amaliyotini yo'qqa chiqarib etolmaydi. Har qanday suiqasd Xinjiangdagi har millat xalqining ittifoqlashib kurash qilish irodasini ta'virtanmaydi. Pompeo mayli qandaq yolg'on so'zlasin, qandaq aldamchilik qilsin, haq nohaqni qandaq ostin ustin qilsin, Xinjiangning ijtimoiy muqimligi yaxshi vaziyatiga buzg'unchilik qilolmaydi. Xinjiangdagi har millat xalqining go'zal turmushiga daxli qilolmaydi. Xinjiangning jasorat bilan ilgirlayotgan mazmut qadamini to'sib qololmaydi. Pompeo azaldan yolg'onchilik qilish, aldamchilik qilish, o'g'irlashni sharaf deb bildi. Taraf-tarafda o't quyruqlik qilib, zo'mgarlik qildi. Pompeo taxtdan tushishning oldida o'z manfaatini ko'zlab, g'oljirlik bilan Xinjiangga hujum qildi va qora suvidi. Uning hayyarlarcha razillik bilan to'kmat qilishi, aralashishi, buzg'unchilik qilishi, Xinjiangni o'zi qurgan qiltaqqa so'rab kirish, xalqaro ommaviy fikrni o'zining chambarkiga so'rab kirish, Xinjiangning ishlarini Jungoning ichki ishlariga aralashishidagi quroliga aylantirish uchundir. Pompeo to'qib chiqqan Xinjiangga doir safsatalar ko'p qitim bir-birlab echib tashlangan. Uning shaxsiy inovati allaqachon yer bilan yaksan bo'lgan. Uning so'z harakatlari yolg'onchilik diplomatiyasini oxirgacha davomlashtirishdagi oxirgi payt g'oljirligini dunyo ahliga yana bir qitim ichib berdi. Pompeoning Xinjiang to'g'risidagi zaharli hujumi dunyoni oldayamaydi. Jungoga qora suvayanmaydi. Tarixning axlat tövisiga jazman supurib tashlanadi. Pompeo iqimidagilarning Jungoning xavfsizligi muqimligiga buzg'unchilik qilishga, Jungoning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishga talvilarcha urinishdek razil niyati hargiz amalga oshmaydi. Ularning suiqasdi cho'qim barliq kishilarning la'nat nafratiga uchraydi.